Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Sizlar bilan yana Abdurahmon laboratoriya ishi bo'yicha yangi zamonaviy texnologiyalar bilan tanishishda davom etamiz. Mana ko'pchilikka sir emas, ko'pchilikda hozirda ko'pchilikda muammo bo'layotgan bir yo'nalishlardan biri bu sifatli elektrolit analizatorlarga bo'lgan ehtiyoj kundan kun oshib bormoqda. Demak, mana bu tahlilga e'tibor bersak, bugun tanishadigan analizatorimiz elektrolit ko'rsatkichlaridan 8 ta parametr va shunga qo'shimcha mochevina kreatinin va jami 12 ta ko'rsatkichi bir paytda atigi 8 minut 50 daqiqada ko'ra oladigan analizator bilan tanishib o'tamiz. Demak, O'zbekistonda birinchi marotaba yangiliklardan bittasi Lokmet 200 analizatori. Biokimiya, ya'ni to'liq avtomat biokimik analizator. Asosiy yo'nalishi quruq ximiyaga asoslangan. Bitta qulay eng katta yutuqlardan biri atigi bitta proberka bizdan talab etiladi, qon probasi. Shuningdek, bitta kartrij, hech qanaqa ortiqcha klinserlar, pramivishni rastvorlashda umuman ishlatmaydi. Xo'sh. Va qisqa muddatda tez va aniq tahlillar amalga oshira oladi. Va shu bilan birgalikda nafaqat elektrolitlar, jami 50 xilgacha biokimik tekshiruvlarni amalga oshirib bera oladi. Analizator ko'rinishi, dizayni juda chiroyli. Kattaligi jihatdan mana yonidagi gemalizatorga nisbatan kattaligi shu ko'rinishda ixcham, bir paytda ancha portativ, ya'ni ma'lum joylarga bemalol olib ketib ishlatsa bo'ladi. Analizator bilan tanishamiz. Xo'sh, bu yerda interfeys ham ancha sodda, oson. Tahlil natijalari xotirasida jami 20 mingdan ortiq analiz tahlillarni saqlaydi. Istalgan paytda kerakli tahlilni topish imkonini beradi. Bu qismida analiz o'tkazish uchun bir paytda, demak, 3 xil tipdagi biomaterialni ishlata oladi. Bu sivritka, ya'ni qon zardobi, plazma va butun qon. Asosiy ishlatiladigan bu materiallarni olishda asosiy ishlatadigan biz mana bu ikki xil proberkadan foydalansak bo'ladi. Demak, qizil proberka, qizil vakuum proberka yoki oddiy proberkaga olinsa bo'ladi. Pustoy hisoblanadi, hech qanaqa antikoagulantsiz. Klot aktivator parashok qo'shilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bu yashil proberka. Yashil proberkamiz bu o'sha mashhur bir proberkamiz bir paytlar bahslarga sabab bo'lgan litiy geparin. Bu yashil proberka ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Natriy geparinlisi bor. U bo'yi kattaroq va asosan boshqa maqsadlarda qo'llaniladi. Endi analizator asosan nabor kasetalar tipida mana bundoq kartrijlar bor. To'plami jami 7 xil hozir sotuvda bor ekan. Bular har bitta paket o'zining nomlanishi bilan reaktivlar to'plami. Mana bu asosan kardio paket desak ham bo'ladi yoki shoshilinch tibbiy markazlar uchun. Mana bitta kardio paket, demak AST, xolesterin, mana triglitserid, lipid profil, gamma sistein bor, kreatin kinaza, общий va serdechniy kreatin kinaza, serdechniy fraksiyasi LDG va bu alfa gidroksibutyrat dehidrogenaza, bu ham kardial markerlar bo'la oladi. Yangi tahlillardan hatto o'zini uchun ham keyingi va shuningdek mashhur o'zimizda elektrolit modulimiz. Mana bu elektrolit paket. Bu yerda 11 ta parametr va
javob natijasida 12 tasi, bittasi hisoblash bo'yicha chiqaradi. 11 ta parametrli kartrijlar va mana bundoq kasseta disklar bo'ladi-da. Paketikda, upakovkada aniqroq bu nabor ichidan chiqadigan profilaktik kasseta aslida mana bunday paketikda upakovkalangan reaktiv to'plami diskda. Upakovka shunaqa, ichidagi disk ko'rinishi mana bundoq holatda bo'ladi. Mana bu yerdan dozatorda atigi 100 mikrolitr yoki 0,1 ml sirotka yoki plazma yoki butun qon tomiziladi va analizatorga mana bu qismidan kassetasi qo'yiladi. Tezda analiz nachit testni bosamiz va qisqa muddatda aniq sifatli tahlil natijasini qo'lga kiritamiz. Umuman ishlatish ham oson, hech qanaqa ortiqcha bilim va hokazo algoritm, proseduralar o'rganish talab etmaydi. Hattoki hamshira ham ishlatib ketishi mumkin. To'plam ichidan chiqadi, demak, bu yerda dozator bor, kompyuterga ham yo'lanadi. Kompyuter uchun kabel, USB kabel, COM USB. Bu pitaniyasi bor. Nakonechnik va bu o'zini cho'tkasi. Profilaktika chora ko'rinishlari uchun. Analizator Wi-Fi tizimiga ulana oladi, internetga ulanib, Wi-Fi dan o'zi uchun umuman obnovlение, ya'ni bazaviy bitta instruksiyadan bor ekan. O'zini dasturiy ta'minotni yangilashi mumkin. Shu bilan birga LIS dasturiy ta'minotga ham ulana oladi. Sifat nazorati asosan kalibrovka, apparatni kalibrovka, hech qanaqa kalibrovka boshqa qilish shart emas. Chunki mana bu kassetadagi barkoddan o'zi har bitta paketdagi kassetadagi barkodlardan kalibrovka ko'rsatkichlarini bir paytda o'qib olib, shu asosda testni amalga oshiradi. Shuningdek, analizatorda sifat nazorati o'tkazish uchun maxsus programma interfeysga biriktirilgan. Bu yerda kompaniya o'zini ichki sifat nazorati uchun kontrol materiallarini sotuvda taqdim etadi. Undan tashqari, tashqi kontrol materiallardan Biorate, Randox, Landox kontrol materiallari bilan ishlash imkoniyati bor. Endi bu analizator asosiy yo'nalishlari qaysi anaqada ishlatish mumkin? Ko'proq nimalarni bizga kassetalar qimmat deyish mumkin, lekin unchalik narxlari qimmat emas. Men hisoblab chiqdim. Bu bitta misol 15 talik paketni o'zida ham ko'p testlar jami hisoblaganda arzon tushadi. Kassetalar narxi 72 mingdan 94 ming so'mgacha tushar ekan. 18 talik maksimum paketi, ya'ni 18 ta parametrli esa 94 ming, elektrolit paketi 72 ming so'mga tushadi. Jami 10 bitta ko'rsatkich bo'yicha. Sifatli, tez bajarishi bilan o'zini to'liq oqlaydi. Ko'proq bu asosiy bu avtomat bioximiyalarga qo'shimcha yordamchi analizator bo'lib ishlab keta oladi. Shoshilinch paytda, ba'zida chaqaloqlardan, yosh bolachalardan qon probasi olishi qiyin vaziyatda yoki o'ta tezkor tibbiy yordam ko'rsatkichlari talab etilganda, ya'ni tashxis uchun tez ishlay oladi. Dunyodagi eng tezkor bioximik avtomat analizator nomini ola oladi desak xato bo'lmaydi. 8 minut 50 daqiqa bu juda yaxshi natija. Hozirda bizni tibbiyot birlashmamizga olindi bu apparatdan.
apparatlari sinov ketyapti. Hozirda solishtirish. Boshqa pol avtomatlar o'zimizdagi metodikalar bo'yicha har bitta ko'rsatkich kalibrovkalari bu o'zimizdagi avtomat analizatorlar ham sifat nazoratdan o'tkazilgan holda bu analizator ko'rsatkichlarini o'zaro bitta qon probasida bir paytda bir vaqtda ko'rish orqali solishtirib ko'rdik. Natijalar juda ham qanoatlantiradi. Juda ham yaxshi. Olib sinab ko'rsangiz bo'ladi. O'zi analizatorlar bo'yicha hech kim yangi texnologiya bo'yicha hech kim bir qisqacha obzor bermagani uchun o'zim yana davom etishga qaror qildim. Endi bu bo'yicha guruhimizda yana fikrlashsak bo'ladi. Bemalol buning uchun savol-javoblarga tayyormiz. Shu bilan birga yana bitta analizatorni sizlarga tanishtirib o'tmoqchiman. Bu yangi gematologik analizator Edan kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan H30 Pro. 3 tip analizator. Bitta yaxshiligi tarafi bunda 23 ta parametr, 2 ta yangi parametr yana odatiy parametrlar yangilik sifatida qo'shilgan. Analizlari, tahlillari juda yaxshi, sifatli, interfeys qulay. Bu yerda ikonka ko'rinishida mana bundoq menyular ham menyu qismidan mana hammasi juda ajoyib, chiroyli. Analiz tahlillari ro'yxati, sifat nazorat, kalibrovka va reagentlar mana reagent ko'rsatkichlari qancha qoldi. Yopiq sistema aniq shu bilan birga AirFit himoyaga ega. Demak, menga ma'qul bo'lgani mana bu kalibrovka qismiga oson kirib, bitta ruchnoy kalibrovka qismidan to'g'rilash mumkin. Faktor sinxronizatsiya bor, ya'ni kapillyar va suyultirilgan rejimda o'zini bitta ruchnoy ko'rsatkichni o'zgartirsangiz, keyingilariga sinxron tarzda to'g'rilab beradi. Kalibrator va boshqa ko'rsatkichlar bilan kalibrovka qilish imkoniyati bor. Analizator o'ta chaqqon, sensorlar ham ishlashi yaxshi. Juda ham sifatli, ancha tezkor. 1 daqiqada analiz natijasini chiqaradi. Boshqa gematologik analizatorlardan ancha ustunliklari bor. Nisbatan tejamkor desak ham bo'ladi. Qisman shu aniqlik darajasi ham yaxshi. Hozirda ushbu 2 ta analizator bizga Namangan Proflab tibbiyot texnikasi xizmat tomonidan taqdim etildi. Yana Toshkentda ham boshqa shu firmaning filiallarida ushbu analizatorlari bemalol murojaat bilan olishingiz mumkin. Qisqacha shu. Albatta ushbu analizatorda Lokmet 200 modelida nafaqat elektrolit bir paytda analizator sifatida shu bilan birga boshqa tahlillar o'tkazishingizda ham yordam beradi sizga. Eng yaxshi yordamchi bo'la oladi desak bo'ladi. Texnologiyalar shu darajada rivojlanib boryaptiki, bu ancha bizga qulayliklar taqdim etadi. Hozircha qisqacha shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Hurmat bilan Abdurahmon. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.